yonib turgan yosh yigit yoki yosh qizlarga kredit olib yoki foizli pul olib biznes boshlashni maslahat berasizmi, yo'q? Rizq masalasini aytaman sizga, tushuntiraman. Aroddu degani bor. Olmosh bor. Men degani. Arodu na bor, biz degani. Arodu robbuka u degani. Men deganda men harakat qilaman degani bor. Значит, men harakat qilaman deganda men e'tiqodimga to'g'ri keladigan narsaga harakat qilishim kerak degan. Rizqni haloli bor, haromi bor. Endi sizga ana bu men deganda men qilishim kerak bo'lgan joyda men halolini tanlashim kerak. Muvaffaq qiluvchi u, men qilaman degani arodini u qiladi. Biz qilamiz deganda u muvaffaq qiladi. Uni rivojlanishiga. Bo'lsa bo'lmasa, undan ko'rish kerak. Lekin rizq masalasida inson agar halol rizqni tanlamasa, u kasbga bog'lanib qoladi o'zi. Kasbda, masalan, aroqchilik ham kasb, sigaretchilik ham kasb bo'lishi mumkin-da. Inson birinchi navbatda rizqini halol yo'l bilan topishni niyat qilsa, o'shanga qarab muvaffaqni beraveradi. Hamma gap fikrda. Sotuvchida ham fikr. Sotuvchi nima sotadi? Sotuvchi fikr sotadi. Biznes qiladigan odam kim? Sotuvchi. Uni o'zini fikrida bo'lish kerak miyada. Men eng zo'r biznesmen insonman. Meni g'oyam eng zo'ri. Agar meni g'oyam yurishmasa, men hayotga, insonlarga juda katta foydam tegadi. Men missiya bajaraman.